Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari va baliq ovchilari. Bugun 30-sentyabr 25-yil, ertalab soat 8:21. Yapon zavod, Chinoz, Chirchiq. Xo'sh, balig'i hajmi 4,5 kilo keldi. Ertalab sahar 5 da tushdi shu balig'imiz, sazan balig'imiz. Mana baliq ishqibozlari, baliq chiqyapti. U avjida. Suvda turishi, sadukda turishi bu balig'i. Bu baliqni boylash kerak arqonga. Mana hajmi gap yo'q. Gap yo'q. To'g'ri, qarmoq ko'p, lekin qarmoq ko'pligining sababi bu yerda baliqchilar ham ko'p. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta bo'lgan holda shu yerda nachovka bilan tutilyapti. Baliq asosan saharda, tongda yaxshi uryapti, sazan baliqlari. 1 kiloliklarni pishirib yeyapmiz. Mayda baliqlar har doimgidek qovurishga, yo'qqa ishlatilyapti. Plus baliqlarimiz uyaltirmayapti, yaxshi chiqyapti. Toshkent viloyati Chinoz tumani bilan Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumanini bog'lovchi ko'prik. Yapon zavod deyishadi, xalq tilida bilganlar bo'lsa kerak menimcha bu yerda. Ular kelaverasizlar. Narigi tomonlardan o'tirib baliq tutsa bo'ladigan joylar. Baliq chiqyapti. Bu yerda baliq chiqayotganligi sababli mana bunaqa qarmoq ko'p. Yonimizga sheriklar kelishyapti, o'tdan betdan bizdan tutaylik, sig'ishaylik deyishyapti. Kelib sig'ishib, kimdadir 5 ta, kimdadir 8 ta, kimdadir 10 ta spinning qarmoqlar bilan kelib joylashyapti. Mana shulardan ov jadal avjida ketyapti. Laqqa balig'i chiqyapti, jerx balig'i chiqyapti, sazan, karp baliqlari chiqyapti. Orada oq amur baliqlari ham chiqyapti. Kelaverasizlar. Rizq Allohdan sababini qilib beraveradi.